Qadrli obunachilar, уже bugungi mavzuimiz nima haqida bilib bo'lgan bo'lsalaringiz kerak. Biz sizlarga bugun yangilangan Android kompyuterlashtirilgan eng full pozitsiyadagi inkubatorlar haqida gaplashamiz. To'g'ri, jo'jalarni raddomi haqida. Ko'p turganlarning ikki xil turi bor. 64 talikda siniy rangi bor va bularning yangi shkafli varianti bor. Bular hammasini Android bo'ladi. Ishlash prinsipi bir xil. Faqatgina bu bilan buni farqi qulaylik tomoni shundaki, bu ko'rib turganingiz yangi kelgan pozitsiya shkafli bo'ladi. Ya'ni bemalol ochib turib, tortib tuxumlar qo'yib solsa bo'ladi. Tagi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Pastki tortmalari ham ichida bo'ladi. Bunda bo'lsa hammasini ochib ko'tarib, shuni solish kerak bo'ladi. Bo'lib solinadi. Buni yaxshi tomoni, qulaylik tomoni shunda. Xo'p, ko'rib turganingizdek bu inkubatorimiz yaqin olib kelingizda, mana yerda polni kompyuterlashtirilgan sababimiz deganimiz sababi shundaki, mana bu yerdan tanlab qo'yasizlar. Xohlasalaring tovuq, o'rdak, keyingisini g'oz, keyingisini qushlar belgilab qo'ygan. Bunga bedana, любой kaptarmi, nimani tuxumi bo'lsa hammasini ketaveradi. Yonidagi mana tovustiki. Shunga qarab turib xohlaganlaringizni belgilab ketaverasizlar. Undan tashqari ana yerda ko'rib turganingizdek suvini, namligini, kunini, soatini belgilanadi. Har 2 soatda belgilab qo'yasiz, tuxumini o'zi aylantiradi. Uni aylanayotganda mana bu chiroqlar yonib qoladi. Suv yo'qligi uchun ular pilpillaydi. Issiqlik berayotgani, boshqalar haqida signal berib turibdi hozir ichida hech narsa yo'qligi uchun. Kuni, vaqti, aylanishi, temperaturasini kiritib qo'yasizlar. Aytaylik, tovuqni tuxumini solib turib, kunini belgilab qo'ygan 23 kunda ochadimi? Shunaqa 23 kunda ochadi. Shuni belgilab qo'ysalaring, aytib birinchi kunida necha gradus issiqlik berish kerak bo'lsa, o'shanisini o'zi beradi. Ya'ni 10 kundan keyin aytaylik birinchi kunida 37 gradus bergan bo'lsa, taxminan men buni bilmayman qancha gradus beradi. Aytaylik 37 gradus birinchi kuni bergan bo'lsa, 10-chi kun sal kamroq berishi yoki ko'proq berish kerak bo'lsa, o'zini o'zi avtomatik tarzda oshirib pasaytiraveradi. Bu tomonlardan behijolat ko'pincha polni Android bo'ladi. Endi mana bu tuxumni bu yerga qo'yib qo'yganimiz sababini tushuntirib o'tamiz. Buni yoqib qo'yilganda tuxumni ichi ko'rinadi ana. Hozir bu biz oddiy yeydigan tuxumni qo'yib qo'ydik. Agarda ochiladigan tuxum bo'lsa, palaqda bo'lmaganini mana shu orqali bilsa bo'ladi. Tovuq ichida, jo'ja ichida ko'rinib turadi. Agar qop-qora splashni qorayib qolgan bo'lsa, unda tuxum pishgan bo'ladi. Olib tashlasangiz bo'laveradi, joy egallatmasdan. Xo'p, buni komplektatsiyasi nimalar kelib chiqadi? Ko'rib turganlaringiz bu suv quyadiganini, tayindan suv quyib turiladi. Har 2 soatda, har 2 soatda ham aytdan влажность ko'rsatadi, namligi pilpillashni boshlaganda demak suv kamayadi, suv quyib turasizlar bunda. Ochilishiga yaqin kelib qolganda bunga suv to'ldirib olib, ochib tuxumlarni ustiga suv sepib turish kerak bo'ladi. Undan tashqari, mana bu fonarni bu yerda yoqqandan ko'ra buni yoqib turib ko'rsalaring ham bo'ladi, tekshirsalaring ham bo'ladi. Yoqib, ichlarida tushirib, tuxum palaqda bo'lmaganini tekshirish imkoniyati mavjud. O'sha tovuqlar tug'ilgandan keyin mana bunda don beriladi, mana bunisi sut beriladi. Komplektatsiyasida mana shu narsalar hammasi chiqadi. Xo'p, endi buni komplektida ko'rib turganingiz 220 ga ulanadigan shnuri va albatta mabodo svet o'chib qolsa, akkumulyatorga ulab qo'ysalaring bo'ladi. Mana. Ko'rib turganingiz 12 volt ham ishlayveradi. Bunga alohida invertor sotib ol, stabilizator qil, unaqa narsa yo'q akalar. O'zida hamma vstроенный bu. Bitta olasizlar, tuxumni solasizlar, shu bilan xotirjam akkumulyator yoniga qo'yib qo'ysalaring, mana shu kabelni ulab qo'yasizlar. Svet o'chgan paytda issiqligi ham pokelari ham ushlab turadi. Undan tashqari akkumulyator o'zi yana issiq berib ishni davom ettirib ketaveradi. Kimga mana shunaqa inkubatorlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilsalaring bo'ladi. Narxlarni aytib o'tmayapmiz, qizim. Xo'p, bunisini narxi hozirgi kunda 1.300.000 so'm tashkil qiladi. 64 talik ko'ki, 64 talik oranjevisining narxi bo'lsa 1.5 million so'm. Buni narxi hozirgi kunda 1.600.000 so'm, buniki 1.800.000 so'm. Shkaflanganiki. Albatta, mana shu kanaldan oldin deb kanalimiz nomini aytib, YouTube'da ko'rdim, telefon qilgan odamlarga applicatsiya bonuslari bo'ladi.